Assalomu alaykum ahli YouTube, o'zbek O'rta Osiyo xalqi. Yana bitta kotelni yig'ib, terib, domni taxlab qo'shib bo'ldik. Moskva oblasti. Boiler kostного нагрева. Suvni gidroakkumulyator deydi. Tagida filtri bilan teplый pol nasosni o'zi batareyaga qo'shsa bo'ladi. Bu котел, обвязка, batareya uy xonalarga ketib, nari tomonga tepaga chiqqan joyi bor. Bitta kichkina dachachi, примерно 50 kvadrat atrofida. Котел baksi, gaz bilan ishlaydigan bir kontrli котел. O'zining ichida servopриводи bor bilan batareyani suvini, issiq suvni isitib beradi. Issiq suv mana ichida 100 litr hamsha issiq bo'ladi. Dachik bilan bir-biriga обвязка bir-biriga bog'lanadi. Shuni hisobda ishlaydi. Sistema eng arzon materiallar hisobida qilingan. O'zimizda ham qilsa bo'ladi. Narxi arzon. Mana bunaqa смесительный uzul olinadi, теплый pol uchun отдельно. O'zimizda ko'p ko'rdim, ustalar смеситель uzul qo'ymasdan prямо batareyaga qo'shib tashlayapti. Chunki u noto'g'ri. Mana bu turbani maksimalniy gradusi adashmasam shu 50-60 dan ziyod ko'tarmaydi. U tushib ketadi. Turba erib qoladi. Otib yuborishi mumkin mana соединенияларdan даже. Bu menda bo'lgan даже соединениyadan otib yuborgan vaqtlar ham bo'lgan. Shuning uchun mana bunaqa смесительный uzul qo'yiladi. Bu смесительный uzulda vazifasi siz bu mana bu yerdan temperaturani nastroyka qilasiz. Masalan, menda hozir xonani quritish uchun 40 ga qo'yib qo'yganman, chunki material yo'q u yerda. Siz hamcha 30 ga qo'yib qo'yasiz. 30 ga qo'yganingizdan keyin mana bu yerda temperaturasi bo'ladi. Shu tepada bir xillarda ikkita bo'ladi, temperatura chiqishi bilan kirishini ko'rsatib turadi. Bu hozir kirishini ko'rsatyapti. Hozir kirishi как раз men uchun kerakli bo'lgan temperatura 30 gradusda bo'ladi. Lekin 30 gradusdan oshib ketmashi kerak agar polingizda laminat bu narsalar bo'lsa. Shu narsani e'tiborga olish kerak, обязательно kerak narsa. Agar shunaqadan qo'ysa, nima ishlaydi? Keyin bunaqa narsani qo'ygandan keyin обязательно gidrostilka qo'yish kerak. Bu yerda gidrostilkani qo'yishni kattasini iloji bo'lmadi, sababi uyda egasi ozroq kambag'alroq. Mana bunaqa turbadan перемычка qilib turib, kran orqali gidrostilka qiladigan qilib qo'ydim. Короче, kranni ozroq bundaroq qilib qo'yaman. O'zi sinovdan o'tdi. Shunaqa qilib qo'yganingizdan keyin hamma narsa ishlaydi, отопление ham boshqa. Agar gidrostilka qilmasdan qo'shib yuborsangiz, ikkalasi bir-biridan urishib qoladi. Bunda nasos bo'lganligi uchun nasos tortib olib qo'yish mumkin, batareya qizmay qoladi yoki batareyani bittasi ishlab, bittasi ishlamay qoladi. Shunaqa narsalar boshdan ko'p o'tgan. Men bu santexnika sohasi bo'yida 10 yildan ziyod nonni yeymiz. Shu har xil muomalaga kirib chiqib yurgan odamlar. Shunaqa. Bu yerda mendan oldin bir o'zimizda odam terib boshlagan, uyda egasiga o'xshab yoqmaganligi uchun men kelib turib uni darabotka qilib boshqatdan to'g'rilab keyin hozir topshirdim. Sababi ko'p joylarga kran qo'ymasdan o'lab ketavergan. Agar bironta avariyniy situatsiya bo'ladigan bo'lsa, suvni to'xtatish iloji yo'q. To uyda suv bosguncha. Chunki bu yerda bular dacha hisobida foydalanadi, bu yerda yashamaydi. Shuning uchun kranlar juda muhim narsa. Shuni hisobiga nima? Bu narsa stabilizator deyiladi. Bu stabilizatorsiz nima gazovoy котел ulanish kerak emas. Aslında o'zimizda masalan tok ko'pincha o'ynab turadi. Shunaqa o'ynasa, mana bu ichidagi nimalar, platlar tez kuyib qoladi. Bu unda hisobga olinmagan gaz kotelda. Hammasida farqi yo'q firmasini. Stabilizator обязательно qo'yiladi. Bu xunuk narsa. Mana bunaqa bir narsalar osilib yotadi. Kerak narsa. Keyin mana bu narsa ploshitga qarab qo'yiladi. Bu расширительный bak deyiladi. Masalan 100 kvadratga har 10 kvadratiga 1 litrdan qilib turib hisoblab qo'yish kerak. Shunaqa rasshirda. Davleniyasini ham o'zining nima normalari bor.
bu bakda dolinasi boshqacha, bu bakda dolinasi boshqacha. Shunga qarab nimada qilaman. Asosda esda kuzatib borib bo'lsa, men qo'yib ketaveraman videolarni. Shunga qarab nima qilsa bo'ladi. Prosta montaj qilishga hozir nima qila olmayapman, uddasidan chiqa olmayapman. Asosda hamma narsani orqasiga qo'yib, hamma narsani oxiriga yetamiz. Bitta kirish, bitta chiqish, shuni hisobidan mana batareya ham ishlayapti, nima ham ishlayapti. Cho'popolom ishlayapti. Xonalar issiq. Bemalol yursa bo'ladi ko'ylakcha. O'zimiz sharoitimizda qilsa bo'ladi. Mana bunaqa gazol kotol bo'lmasa ham ko'mirli kotolga xuddi shu narsani qilsa bo'ladi. Ko'mirli kotol naborat gaz kotoldan nisbatan kuchliroq issiq beradi. Prosta ko'miriga chidaversa bo'ldi.